Bizga ko'rib turganlaringizdek Palitra brendidan shunaqa chiroyli oyoq kiyimchalar kelgan. Boshqa joydan 180 ming, 200 mingdan kamiga olasizda. Bizda biz obunachilarimiz uchun hozir birinchi obzor qilib men korobka dokumentli. Rostdan. Qarang. Lakronli koja bilan ko'rsangiz bo'ladi oxirgina. Taglar va zo'r mustahkam emas, sanab ketmaydi. Bularimizni ranglardan kelgan mamlaqa mana ichlari mexli, qorasidan bor, bunaqa qaymoq rangidan bor, bunaqa oppog'idan bor. Qarang qanaqa chiroyli, ayniqsa qorda kiysangizmi, mana lekin bunaqa bejli rangchasidan bor. Bularimizni narxi biz obunachilarimiz uchun o'zi asli 150 ming edi, men 149 ming qilmoqchi edim. Lekin bo'lsa biz obunachilarimizga bo'lsin-da 129 ming so'mdan chiqarib yubordik. Sizga kerak yo'q bu 150 mingni. 129 ming so'mdan Palitrani eng zo'r oyoq kiyimini olib ketsangiz bo'ladi. Shartlari shunchaki bizga obuna bo'lingda, mana shu videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Bu boshqachadan qimmatga olib yurishmasin. Bu ichlari mexli.